Rishton tumanidagi 4-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti va uning fidokor rahbari Odinaxon Isomov to'g'risida ko'p va xo'p hikoya qilgan edik. Har sohada ilg'orlikni qo'ldan boy bermay kelayotgan mohir pedagog obodonlashtirish borasida ham peshqadamlar safida desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu ta'lim-tarbiya o'chog'ida 322 nafar kichkintoylar tarbiyalanadilar. Rishton tumani 4-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida hozirgi kunda 11 ta guruh faoliyat olib borib, bunda 322 nafar tarbiyalanuvchi tarbiyalanmoqda. Bizda bu tarbiyalanuvchilarimiz asosan hammasi davlat talablari asosida ta'lim tarbiya olishib bormoqda. Bunda asosan to'garaklarimiz faoliyat ko'rsatmoqda. Mental arifmetika, jismoniy tarbiya to'garagimiz, raqs to'garagimiz, shaxmat, shashka to'garaklarimiz o'z faoliyatlarini olib bormoqda. Bolalarimiz bunday tashkilotda juda chiroyli ta'lim tarbiya olib borishmoqda. Chunki davlatimiz tomonidan yaratib berilayotgan sharoitimiz juda zo'r. Bu bilan bizda ota-onalarimiz juda faxrlanib, xursandchilik bilan tashkilotga farzandlarini tashlab ketishmoqda. Mana shunday fursatdan foydalanib olib, avvalambor hamma butun xalqimizni yaqinlashib kelayotgan Navro'z ayyomi hamda Hayit ro'za Ramazonlari bilan chin qalbimdan o'z jamoam nomidan tabriklayman. Doimo bizni baxtimizga prezidentimiz sog' bo'lsin, davlatimiz tinch, hamma sog' salomat bo'lsin. Obodonlashtirishda gap ko'p. Nafaqat muassasa, balkim ko'ngillar ham obod bo'lishi shubhasizdir. Rishton tumani 4-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimizda xodimlarimiz bilan birgalikda bahor fasli kirib kelganligi uchun yerlarimizga obodonlashtirish ishlari olib borildi. Yerlarimizda chopildi, daraxtlarimiz oqlandi va hozirda gullar ekish harakatidamiz. Obod go'shi, obod maskan. Bu esa davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga berilgan yuksak e'tirofdir. Darvoqe, ushbu maskanda nafaqat juma, balkim har kuni milliy kiyimlar chellenji ham e'tiborga molik.